Yo'q, assalomu alaykum. Sizlar bilan Javohir PUBG. Bugungi videomizda sizlar bilan Turkiya anavlarni yangilanishida nimalar keladi va nimalar qaytadi, o'shalarni gaplashib o'tamiz. Ketdik. Premium kesda mana shu beril kelishi aniqlanmoqda. Bu berilni o'ynaganlar biladi va bu 1-2 marta qaytgan PUBG olamiga. Mana bu 3-leveldagi ko'rinishi. Mana bu kelchat ko'rinishi juda ham chiroyli va ixcham. Mana bu esa yakuniy shakli mana bu esa chiroyli va o'ziga yarasha chiroyi bor-da. Mana bu shonlilar, mana bu effektlar qo'shilar ekan pul qilganingizdan keyin. Bluetooth mana shunaqa bo'ladi. Ko'rishingiz bo'yicha. Mana buni endi o'zini premium ga yig'adiganlar biladi. 120 ta ga bemalol shiroseli bo'ladi. Ikkinchi yangilanishimiz esa o'sha sizlar kutgan mashhur X-Suite Voron haqida bo'ladi. Voron bilasizlar 6-level bo'lib keladi. 6-level edi. Endi bu razraботchilik keyingi versiyada buni 7-level qilib ultimate qilib ko'rsatishmoqchi. Buni bilasizlar, hamma qalay qilib kirib kelgan. Kirib kelishlari boshqacha edi. Endi esa bunga boshqacha effektlar qo'shiladi. Yangizdek Voronni misol padborga kirganingizda kirib kelishi, ko'rib turganingizdek xullas shunaqa X-Suite bo'lib qaytadi. Yangi X-Suite ota esimda yo'q. Buni ham ekranning o'ng tarafida ko'rsataman. Ko'rib turgan shu X-Suite'ingiz bilan birga kelishi mumkin. Endi ikkinchi anaqamiz har yubiley paytida mana shut kiyimi keladi. Bu shutga qo'shilib, mana shu 406 ham keladi. Ko'rib turganingizdek. Ana qutilari ham o'ziga yarasha juda zo'r. Buni bilgan biladi. Buni ham kerakli shular. Ko'rinishga keyingi yangiligimiz mana bunaqa mana Porsche avtomobiliga yangi ko'rinishini ham mana shu ekranda ko'rsataman. Mana ko'rib turganingizdek xuddi mana shunday ko'rinishda superkar kelmoqda. Bu superkarni ham o'zingiz bilganingizdek unaqa osonga tushirib bo'lmaydi. Misol 30 ming, 40 ming sarflab olishingiz mumkin. Agar omadingiz kelsa undan ham arzonga olishingiz mumkin. Va keyingi yangiligimiz bu AirPod haqida bo'ladi. Siz bilganlar biladi, AirPodda kesida mana bunday 50-levelida deparjasiga kelchat kelgan. Xuddi shunaqa 50 levelida sizlarga mana shunday anaqa arujaga skin kelmoqda. Buni ham olib o'ynasangiz bo'ladi yoki kallakchaga olib qo'ysangiz bo'ladi. Qarochi AirPodda shunaqa narsalar kelmoqda. Hali AirPodning to'liq ko'rinishi, to'liq skillari hali hech kim qo'ymadi hali. Agar qo'yganda birinchilardan bo'lib bizning kanalga qo'yiladi. Bizning kanalni kuzatib boring. Bizning kanal mana shu ekranda chiqarib qo'yildi. Kanalga obuna bo'lib, do'stlaringizga ham ulashib qo'ying. Har qanday yangiliklar, TDM turnirlar, konkurslar shu kanalda olib boriladi. Hammangizni yaxshi ko'raman, sog' bo'ling. Sizlarga aytmoqchi bo'lgan yangiliklarim shular.